Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Pensiya jamg'armasi ayrim fuqarolarga to'lovlarni nega to'xtatishi mumkin? Bu qanday holatlarda sodir bo'ladi va odamlar ko'pincha bilmay qoladigan 6 asosiy sabab nimada? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, nafaqa oluvchilarga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, chet elga ketgan fuqarolarga va ota-onasining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlarga ham tegishli. Men buni sodda tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta kechiktirilgan ma'lumot yoki bitta tasdiqlanmagan holat tufayli odam bir necha oy pulsiz qolib ketishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzuni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p inson o'z haqqini vaqtida himoya qila oladi. Avvallari ko'pchilikda bitta tushuncha bor edi. Pensiya bir marta tayinlandimi, demak u umr bo'yi hech qanday tekshiruvsiz kelaveradi. Odam bank kartasiga pul tushishini kutardi. Pochta orqali oladiganlar pochtachini kutardi. Ayrimlar esa farzandi yoki ishonchli vakili orqali olib yurardi. Ko'p holatlarda hujjatlar qog'oz shaklida yuritilgani uchun xatolar sekin aniqlanar. Ba'zan bir necha oy, hatto yillar davomida noto'g'ri to'lov davom etardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Fuqaroning pasport ma'lumotlari, yashash joyi, vafot etgani, ishga kirgani, chet elga chiqqani, bank kartasi holati, nogironlik muddati, o'qish joyi, oilaviy holati kabi ma'lumotlar turli bazalarda tekshiriladi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Bu tizimning maqsadi noqonuniy to'lovlarni kamaytirish, haqiqiy egasiga pul yetib borishini ta'minlash. Lekin muammo shundaki, tizimdagi bitta nomuvofiqlik ham to'lov vaqtincha to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning pasporti almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan yoki nogironlik guruhi muddati tugagan, lekin odam qayta ko'rikdan o'tishga ulgurmagan yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni tugatgan, lekin bu haqda xabar bermagan yoki fuqaro bir necha oy chet elda bo'lgan. Tizim esa uni doimiy yashash joyida yo'q deb belgilagan. Mana shunday holatlar to'lovni to'xtatish yoki vaqtincha ushlab turishga olib keladi. Asosiy qism kim xavotir olishi kerak? Kim esa vahimaga tushmasligi kerak? Birinchi navbatda men shuni aniq aytaman. Hammaning pensiyasi birdan to'xtatiladi degan gap noto'g'ri. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, nogironlik yoki boshqa nafaqa asoslari muddati tugamagan bo'lsa, siz har oy to'lovni olayotgan bo'lsangiz, vahima qilishga asos yo'q. Lekin tekshirish kerak bo'lgan toifalar bor. Birinchi sabab, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlarda nomuvofiqlik. Oddiy qilib aytganda, pasport yoki ID karta ma'lumotlari bazalarda bir xil ko'rinmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Masalan, 67 yoshli Akmal aka eski pasportini ID kartaga almashtirdi. Pensiyasi bank kartasiga tushardi. Lekin bankdagi eski pasport seriya raqami yangilanmagan. Pensiya jamg'armasi bazasida yangi ID karta ko'rinadi. Bankda esa eski hujjat turibdi. Natijada tizimda shaxsini aniqlashda savol paydo bo'ladi. Bu holatda odam puldan ayrilib qolmaydi, lekin to'lov vaqtincha kechikishi mumkin. Akmal aka bankka borib ID kartasini yangilatadi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Shundan keyin to'lov qayta tiklanadi. Ikkinchi sabab, pensionerning yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar o'zgargan, lekin xabar berilmagan. Misol uchun, 72 yoshli Mohira opa Samarqanddan Toshkentga qizining uyiga ko'chib o'tdi. Rasmiy ro'yxatdan o'tish masalasi kechikdi. Pochtadan oladigan pensiyasi eski manzilga boraverdi, lekin opa u yerda yashamaydi. Bir necha oy davomida pensiya olinmasa, tizimda savol tug'iladi. Fuqaro qayerda? To'lov haqiqatan egasiga yetyaptimi? Shunda to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Bu yerda muammo pensiya jamg'armasi pul bermayapti degani emas, muammo to'lovning egasiga xavfsiz yetib borishini tasdiqlashda. Uchinchi sabab, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi muddati tugagan. Bu juda keng tarqalgan holat. Nogironlik guruhi hamma vaqt ham urg'ut belgilanmaydi. Ba'zilarga 1 yilga, ba'zilarga 2 yilga, ba'zilarga qayta tibbiy ko'rikdan o'tish sharti bilan belgilanadi. Masalan, Jamshid ismli fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasini oladi. Uning tibbiy xulosasi iyunda tugaydi. U esa iyul oyida hujjat topshiraman deb yuradi. Tizim iyundan keyin asos tugaganini ko'radi. Demak, iyul oyidan to'lov to'xtashi mumkin. Agar u qayta ko'rikdan o'tib, nogironlik muddati uzaytirilsa, to'lov qayta hisoblanadi.
Lekin kechikkan davrda odam o'z vaqtida hujjat topshirmagani uchun pulni kutib qoladi. 4-sabab boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida yosh va o'qish holati. Bu masalani ko'p oilalar tushunmaydi. Bola voyaga yetmaguncha boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olishi mumkin. Agar bola kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim holatlarda ma'lum yoshgacha davom etadi. Lekin o'qishni tugatsa, akademik ta'til olsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki o'qishdan chetlatilsa, to'lovga ta'sir qiladi. Misol uchun, 19 yoshli Dilnoza otasidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U kollejni tugatdi. Lekin oila pensiya jamg'armasiga buni aytmadi. Tizim ta'lim muassasasi ma'lumotidan uning endi o'qimayotganini ko'rsa, to'lov to'xtatiladi. Agar ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, keyin uni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar har o'quv va yili boshida o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, hujjatlarni yangilab turishi kerak. 5-sabab pensioner vafot etgani yoki vafot haqidagi ma'lumot bazaga tushgani. Bu juda nozik mavzu, lekin ochiq aytish kerak. Agar fuqaro vafot etsa, uning pensiyasi to'xtatiladi. Ba'zan qarindoshlar buni tushunmay, kartaga tushgan pulni yechib olishadi. Keyin esa ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner mart kuni vafot etdi, lekin aprel oyida kartaga pul tushdi. O'g'li bu pulni ishlatib yubordi. Keyin tekshiruvda bu to'lov vafotdan keyingi davrga tegishli ekani aniqlansa, mablag'ni qaytarish majburiyati paydo bo'ladi. Men bunday holatda oilalarga maslahat beraman. Vafot holatida darhol tegishli organlarga ma'lumot bering. Dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'yicha alohida murojaat qiling. Lekin vafot etgan inson nomiga kelgan keyingi pensiyani o'z boshimchalik bilan ishlatmang. 6-sabab fuqaroning chet elga chiqishi yoki doimiy yashash holati. Bu ham ko'p savol tug'diradi. Har bir chet elga chiqqan pensionerning pensiyasi avtomatik to'xtaydi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lish, doimiy yashashga ketish, yashash manzili bo'yicha tasdiq bo'lmasligi, shaxsning hayotligi yoki vakolatli shaxs orqali olishi bo'yicha muammolar to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, Rustam aka Rossiyaga farzandlari yo'niga 8 oyga ketdi. Bank kartasi O'zbekistonda qoldi. Uni nabirasi ishlatib turdi. Tizimda fuqaroning mamlakatda emasligi, kartadan boshqa odam foydalanayotgani yoki shaxsiy tasdiq yo'qligi bo'yicha savol tug'ilsa, to'lov tekshiruvga tushishi mumkin. Bunday vaziyatda oldindan pensiya jamg'armasidan tartibni so'rash, ishonchnoma rasmiylashtirish, bank ma'lumotlarini to'g'irlash kerak. Endi men eng xavfli nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. To'lov to'xtashi har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha to'xtatiladi, chunki hujjat yetishmaydi yoki ma'lumot tasdiqlanishi kerak. Masalan, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin kartaga tushmaydi. Odam esa pensiya jamg'armasi pulimni to'xtatdi deb o'ylaydi. Aslida muammo bank kartasida bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam har doim sababni aniqlash. Ikkinchi nozik jihat. Telefon orqali aytilgan gap yetarli dalil emas. Ko'p odam kol markaziga qo'ng'iroq qiladi, bir xodimdan eshitgan gapini yakuniy qaror deb o'ylaydi. Men tavsiya qilaman, agar to'lov to'xtagan bo'lsa, yozma javob oling. Pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan murojaat qiling yoki elektron murojaat yuboring. Arizada aniq yozing, qaysi oydan to'lov kelmayapti, pensiya turi qanday, efish, jeshishir, telefon raqami, bank kartasi yoki pochta orqali olish tartibi. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda o'z haqqingizni himoya qilish osonlashadi. 3-nozik jihat, ortiqcha to'langan pul masalasi. Ayrimlar o'ylaydi, davlat pulni o'tkazdimi? Demak meniki. Lekin har doim ham bunday emas. Agar to'lov noto'g'ri ma'lumot asosida yoki asos tugagandan keyin amalga oshirilgan bo'lsa, uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Masalan, talaba o'qishdan chetlatilgan. Lekin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yana 4 oy tushgan. Har oy 800 ming so'mdan bo'lsa, jami 3 million 200 ming so'm ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Keyin oila bu pulni bo'lib qaytarishga majbur bo'ladi. Shuning uchun o'zgarish bo'lsa yashirinmaslik kerak. 4-nozik jihat, ishonchnoma bilan pensiya olish. Pensioner kasal bo'lishi, yura olmasligi, chet elda bo'lishi yoki farzandiga ishonishi mumkin. Bu tabiiy. Lekin ishonchnoma muddati, shakli va vakolatlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, vakil pulni ola olmaydi. Agar ishonchnomada aynan pensiya yoki bank operatsiyalarini olish vakolati yozilmagan bo'lsa.
Bank yoki pochta rad etishi mumkin. Men ko'p ko'rgan vaziyat, ota o'g'liga umumiy ishonchnoma bergan, lekin unda pensiya olish alohida ko'rsatilmagan. Natijada to'lov bor, lekin olishda muammo chiqadi. 5-nozik jihat. Bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish xavfi. Pensionerlar ko'pincha kartasini farzandiga beradi. PIN kodini aytadi. Keyin hamma operatsiyalarni farzandi qiladi. Oilada ishonch bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy tomondan karta egasi pensionerning o'zi. Agar keyin nizo chiqsa, pul yechib olingani, pensionerga yetib bormagani, firibgarlik bo'lganini isbotlash qiyinlashadi. Bundan tashqari, shubhali operatsiyalar bank nazoratiga tushishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l, agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma qiling. Bankda vakolatli tartibni rasmiylashtiring. 6-nozik jihat, hujjatlardagi ism, familiya, tug'ilgan sana xatolari. Masalan, pasportda O'g'iloy, eski mehnat daftarchasida O'g'iloy, nikoh guvohnomasida esa boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlash yoki qayta tekshirishda bunday farqlar muammo tug'diradi. Ayniqsa, Sovet davrida ishlagan fuqarolarda mehnat staji hujjatlari ruscha, lotincha, kirilcha, turli imlo bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda odam xafa bo'lib yurmasdan arxiv ma'lumotlari sud orqali faktni belgilash. FHDYO ma'lumotnomalari kabi hujjatlarni yig'ish kerak. 7-nozik jihat, ishga kirish va pensiya turi o'rtasidagi bog'liqlik. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ayrim nafaqa va kompensatsiyalar ishga kirish bilan o'zgarishi mumkin. Masalan, parvarish nafaqasi, ayrim ijtimoiy to'lovlar. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim shartlar daromad yoki bandlik holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shu sababli men doim aytaman. Siz qaysi to'lovni olayotganingizni aniq biling. Hamma pulni pensiya deb atashadi. Lekin huquqiy jihatdan yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya to'lovi bir xil narsa emas. Endi eng muhim qism, agar to'lovingiz to'xtasa yoki kechiksa, nima qilasiz? Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam, vahima qilmang va sababni aniqlang. Avvalo bank ilovasini, SMS xabarlarini, karta muddatini, karta bloklanmaganini tekshiring. Agar pochta orqali olsangiz, mahalliy pochta bo'limidan so'rang. Ba'zan to'lov kelgan bo'ladi. Lekin texnik sabab bilan kechikadi. Agar bir oy to'lov kelmasa, ayniqsa odatda tushadigan sana o'tib ketgan bo'lsa, darhol aniqlashtirishni boshlang. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, JSHR, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta rekvizitlari oxirgi to'lov tushgan oy bo'yicha ma'lumotni olib boring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, qonuniy ishonchnomaga ega vakil yuboring. Shunchaki qo'shnidan yoki qarindoshdan borib so'rab kel deyish yetarli emas. Chunki shaxsiy ma'lumotlar berilmasligi mumkin. 3-qadam, yozma ariza qoldiring. Arizada taxminan shunday mazmun bo'lsin. Menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti. To'lov to'xtatilgan yoki kechikkan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni. Kamchilik bo'lsa, uni bartaraf etish tartibini tushuntirishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilingan sanasi va raqamini yozdirib oling. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 4-qadam. Hujjatlarni tekshirib chiqing. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Bank kartasi muddati tugamaganmi? Yashash manzilingiz to'g'rimi? Nogironlik ma'lumotnomasi muddati tugamaganmi? Talaba bo'lsangiz, kunduzgi ta'limda o'qiyotganingiz haqida ma'lumotnoma bormi? Ishonchnoma muddati o'tmaganmi? Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim guvohnomasi bormi? Mana shu savollarga javob toping. 5-qadam. Agar sabab nogironlik muddati bo'lsa, tibbiy ko'rikni kechiktirmang. Oilaviy poliklinika, tegishli tibbiy komissiya va belgilangan tartib bo'yicha qayta ko'rikdan o'ting. Bu jarayonda barcha tibbiy hujjatlarni yig'ing. Tashxis, davolanish varaqalari, shifoxona xulosalari, tahlillar, shifokor ko'rsatmalari. Komissiya uchun hujjatlar to'liq bo'lsa, qaror chiqarish osonlashadi. 6-qadam, agar masala o'qish bilan bog'liq bo'lsa, ta'lim muassasasidan yangi ma'lumotnoma oling. Unda o'quvchining yoki talabaning FYShi, tug'ilgan sanasi, ta'lim shaxli kursi, o'qish boshlangani va davom etayotgani aniq ko'rsatilishi kerak. Ayniqsa kunduzgi ta'lim ekanini yozdirish muhim. Chunki ba'zi to'lovlarda aynan kunduzgi o'qish sharti hal qiluvchi ahamiyatga ega. 7-qadam, agar siz chet elda bo'lsangiz, masalani oldindan hal qiling.
O'zbekistondagi yaqinlaringizga oddiy karta berib qo'yish o'rniga qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiring. Konsullik orqali hujjatlarni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasidan sizning holatingizda qanday tartib qo'llanishini yozma so'rang. Chet elga chiqish muddati, doimiy yashash maqomi, bank orqali olish imkoniyati bo'yicha aniq javob oling. 8-qadam. Agar sizningcha to'lov asossiz to'xtatilgan bo'lsa, yuqori tuman bo'limidan yozma javob oling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasi yoki tegishli respublika darajada murojaat kanallariga yozing. Arizaga barcha dalillarni ilova qiling. Pasport nusxasi, pensiya hujjati, bank ma'lumoti, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, avvalgi javoblar. Hujjatsiz shikoyat kuchsiz bo'ladi. Hujjatli murojaat esa ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan rasmiy masalaga aylanadi. 9-qadam. Har oy o'z to'lovingizni nazorat qiling. Pensiya tushadigan sanani yozib boring. Agar summa kamaygan bo'lsa, sababini so'rang. Ba'zan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Ba'zan qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Ba'zan bank komissiyasi yoki boshqa texnik holat bo'lishi mumkin. Mayli. Keyingi oy ko'raman deb yurish ba'zan katta qarz yoki uzoq kechikishga olib keladi. 10-qadam. Ota-onangizning hujjatlarini tartibga soling. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Agar otangiz yoki onangiz yoshi katta bo'lsa, ularning ID kartasi, bank kartasi, pensiya hujjatlari, telefon raqami, yashash manzili, ishonchnoma holatini tekshiring. Lekin ularning pulini ularning roziligisiz ishlatmang. Pensiya bu pensionerning shaxsiy daromadi. Farzand yordam berishi mumkin, lekin egasining manfaatini birinchi o'ringa qo'yishi shart. Bugun men pensiya jamg'armasi to'lovlari nega to'xtashi yoki kechikishi mumkin bo'lgan eng muhim sabablarni tushuntirdim. Hujjatlardagi nomuvofiqlik, yashash manzili muammosi, nogironlik muddati, o'qish holati, vafotdan keyingi to'lovlar, chet elga chiqish, bank kartasi va ishonchnoma bilan bog'liq nozik jihatlar. Eng asosiy fikr shuki, to'lov to'xtasa darhol sababini yozma aniqlang, hujjatlarni yangilang va masalani cho'zib yubormang. Agar huquqingiz bor bo'lsa, uni talab qiling. Lekin barcha ma'lumotni qonuniy va to'g'ri rasmiylashtiring. Sizda pensiya yoki nafaqa to'lovi kechikkan holat bo'lganmi? Qaysi sabab aytildi? Muammo qanday hal bo'ldi? Tajribangizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir kun kelib kimningdir pensiyasini saqlab qolishi mumkin.